Siz unga qo'l uzatmadingiz. Unga ham o'sha ko'klardan joy berish o'rniga u yerda yolg'iz turishni tanladingiz. Aynan u tufayli siz bugun shu balandlikda turibsiz. U bir narsani aniq biladi. Siz unga hech narsaga majbur emassiz. Sizning muhabbatingiz ham, fidokorligingiz ham kerak emas unga. Va aynan shu narsa og'riqli. U siz uchun hamma narsadan kechgan. Siz esa shunchaki befarq bo'ldingiz. E'tiborsiz va sovuq inson bo'ldingiz. U ketadi. Jim, to'satdan ortiqcha gap so'zlarsiz. U sizdan hech narsa so'ramaydi. Na sevgi, na tushunish. Chunki haqiqiy muhabbat so'rab olinmaydi. Shuning uchun ham u shovqinsiz jimgina sizni tark etadi. Eng yomoni va og'riqlisi, bunday insonlar qaytib kelmaydi. Hech qachon. Ana